içkimni içkip meni bekçin dedingla belki men aslida mabtag'i barar vay buluşlu yürsem ölçerlep el otdi barat moçenlep vay buluşlu yürsem ölçerlep el otdi barat moçenlep yaşasın tapqınımni dizep qo'yashning men sirdishi manga qo'yashning men aslida lavzichin baram voy buluşlu yursam o'lcharlab el otdi barat mo'chanlab voy buluşlu yursam o'lcharlab el otdi barat mo'chanlab Yaxshimisiz? Sana yaxshimi, qarang. Ha, yaxshimisiz aka? Qarang, eshik. Chaynab. Qanaqa o'tir. Keling. Ben ne biçimde? Bo'ldi. Rahmat aka. Ansam apangiz tugab ketibdi-kan. Shuni bir xabaringizdan bir hol so'rab chiqay deb kirishim. Rahmat aka. Doktorxonamga yo'qlab borgandingiz, avar bo'libsiz. Ay, hech qisi yo'q ekan. Rasukam. Bir MP-san deb bir narsa bor. Mening bolalarim uyda o'ynab yuradi. Bir vaqtda tuyuqsizli sizning opangizning ovozi chiqib qarang. Opamning ovozi? Ha, shuni bilan anlasam intayin suzuk chiqibdi. Shunda gap qilyotibdi-kan menga. Ko'zimga yosh kelib ketdi. Shuning bilan sizni bir anglab boqamken deb ekirdim. Anglab boqamsiz? Anglab boqay, e'lon qilay. Mana qarang. Qo'yib boqay. Qo'y. Men yaxshib qoldim balam. Ballam ondan qaravatdi. Hey. Qeyribdi, yosh vaqtimizga o'xshamaydi ekanmiz. Salomatlik. Muhim ekan balla. Yosh vaqtida diqqat qilsak bo'lar ekan. Qarang. Uy, Baratga buni o'chirib-o'tdingiz-ku, oyog'ini anglab boqayli. Qarang ukam. Ma bir mo'g'on birdan meytugab ketgan qarang buningki. Eli baka uchab qolsa chataq chiqadi buningdan. Ya bo'lmasa, mana shuni elibla saqlab qo'yinglar. Bo'lsa, olib qo'yay. Aka, nech pul berma? Buningga pul elib yursak, shat turib ukam. Voy, olmasa qolmaydi bu sizning narsangiz to'satdan nech pul berma. Anda bo'lsa, o'zingiz bilib
ish qiling. Va aka bu sizdan bo'lgan ekan sizdan, ha? Da. Anda bo'lsa buningga bir 500 koy bering. Bo'pti. Aka bu 500 koy deysiz-ku, bu azali narsa-ku bu. Voy ukam, ikilon. Mavaqo eng yaxshisi, qimmat mavu. Bir much pulliq narsa deyman, eng qimmati mavu. Ya bo'lmasa buni ishlatmasangiz, abballarim naqsh qashlab o'ynaversin. Ya aka, men alayman. Men alay. Opamning ovozi bor emas buningda. Shu. Xotin, o'ydik puldan 500 koy chiqma. Ha, mana. Bu o'g'il yaxshi xotirdan ha bu. Buni saqlab qo'ysak bo'ldigan narsa deyman. Shundami? Men 500 koy eling aka. Oy, ukam. Shu pulni ep qo'ydim, satdi-da. Voy, ya aka, satdimidi. Ya bo'lmasa, ma pulni olsam yana boshqacha o'ylanib qolmang ukam yana meni juma. Agar unda bo'lib qolsa ma pulni. Voy, ya. Eling aka. Film yaxshi akapsiz, men opamning ovozi bor emasmi? Men opamning ovozini anglab turadigan bo'ldim. Rahmat juma aka sizga. Rahmat. Hech yo'q. Ukam. Mening yana azroq ishim bor edi. Men chiqash turay. Tamoq pishaydi. Yo'q, men tamoq turaman. Ma'qul. Xo'sh. Bir ishlab olsam bir ko'rishamiz. Tamam, gel masum. Ya, bo'ldi. Masum ekanlar, rahmat. Men mayada birsini yo'qlab kelgan. O eshikdan qarasam, sizlar yotdilar. Shuning bilan bir yo'qlab chiqdi deb kirib qoldim. Rahmat. Qanaroq avvallari? Obdan turayotganlar? Yaxshi. Mening keslim yo'q. Balla voy opa, necha yil bo'pti seni tekshirib boqmag'ili. Bu yil endi bir boshdan oyoq butun bir tekshirish qilibdilar deb mushadi majburiy yotqizdi desizlar. Yaxshi bo'pti. Bu yosh mushak kelganda bor-ku. Pat doktorxonaga kirib, boshdan oxirigacha bir tekshirish qilmasa ham bo'lmaydi. Shu. U to'g'ri endi. Lekin kirganingizda tekshiryotdi. Voy tuganda desam, voy yo'q yana bir narsa turibdi voyjon. Bir tugisi ichtirak chiqib ketsam deb o'ylayman juma. Bu ishni oldirmayli. Doktorxonaga kirgandan keyin oldirmay. Doktor nimda shuni qilib, boshdan oxiri hammani bir tekshirdi. Nadi kasal bor, nadi yo'q. Hamda bilib olsak yaxshi emasmi? Undan keyin xotirjam uyda o'tirgan gap. Shu bola, shu. U bolla yo'q-ku. Voy, bolla yo'q ulamdigan. Mashaditda kech kunduz billa. Voy balam bo'ldi, ketingizsam unmaydi. Bu bolalarım bek kuyimchan. Abiyatingiz idorasidan telefon kelib qoldi. Shunday voy opa, men idoraga berib kelay deb ketib qoldi. To'g'ri xizmat qildi ekan-da. Albatta xizmat qildi. Kadr ekan-da. Yaxshi. Endi kadr degan bo'lmaydi. Bo'pti, hozir shu bolalarning xizmatini aldirash. Voy, uni bir deymizlar. Xizmat besimi ig'ir. Mush xizmat qilmoqmi? Nayta shu. Teklishib ketdi. Vallahi besim bekchiq. Xizmat qilmasak deb bo'lmaydi deysizlar. Shu kemmigin desam texunmaydi. Men bir ig'ir kasal bo'lmagandikan, men bir tekshirish kirgankin. Mishagili kevag'am o bichara bolalarım voyjon. Shu o'zining opsi bo'lgandan keyin kemiz ko'ngli unmaydi, uyda o'tag'ini unmaydi. Shu kagini yaxshi. Abi doktor bir pat yaqinda chiqdisiz dedim-ku ya. Voy, shu men chiqib ketishga oldirayman. Bular yana bir necha turva tekshiradigan, oldirmang deydi. Shu tekshirish tugisi chiqdimi endi bir necha kundan keyin. Bo'pti.
ma'qul. Qanday ahvol? Yaxshimi? Uy ichi bolalar yaxshida? Yaxshi. Shu bir onli o'limlik bo'lib qoldi de bir yo'qlab chiqay deb kirishim. Shu vaqtda opamni doktorxonaga yo'qlab kelibsiz-ku, aka. Sizga qanday rahmat aytishimni uqolmadim, aka. Voy, akam, u rahmat etish ketmaydi. Bu o'zimizning ish bo'lsa. Aras. Sizga munosabatli bir narsa bor-da, shuni topshirib beray deb kirishim. Nima? Opamizning ovozi eringan ambisan. Siz asli opamiz deb kelibsiz-kanda. Opa? Opa? Seni bir mehmon izlab kelibdi. Kim keldi? Opa? Voy, kim u bolam? Voy. Yaxshimisiz? Qanday ahvol? O'tir. Opamizda hayotmidi? Bu qanday odam bu? Sap-sap turgan odamni chiqmaydi, chiqma. Qanday odam bu? Sen sap-sap tursan seni o'ldimi dedi. Bu anda bo'lsa dop kiyapsiz-ku. O'tganda tag'am tugab ketgan, shundan keyin olgan do'ppa bu. Qanday odam bu? Chiqa. Chiqa. Kechiring, xapaman. Chiqma. Qanday odam bu chiqma? Bolam bek xushmas qo'yganda nimanda xapalaysan? Nima emasmi? Sizmi xapamoqchi? Yo'q. Chiqa. Bo'ldi, nima qilgan qo'landa? Ha, bo'ldi. Ko'rishgandilar paranchaylar. Ha? Ma'qul. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Obdan turdingizmi? Yaxshi turatamsiz? Yaxshi. Sizni tanımadım Shundaq. Siz meni tanimaysiz. Men bag'u dadingiz bilan intan yaxshi o'tgan. Ha, shundami? Ha, dadingiz bag'u intan islo demdi. Burga kelib qolsak-ku, gapimiz tugmayli qoladi. Dadamni qanday taniysiz? Ma to'g'ri so'zlab qolsam, gap bek uzarib ketadi. Shunga ishkimiz. Bir xali bir joy berib, aldirmay bir paranchaylar. Yurma. Killa. Kila. Mana gap qarang. Mushu dadingiz hayot vaqtida doktorxonaga bir necha qatim yo'qlab borgan. Shu chaqda vaqo dadingiz menga intayin farosatlik, hikmatli gaplarni deb berganda, shu chaqda zeriksam-da anglaymi deb dadingizning ovozini ungilib olgandim. Ungilib olgan? Ha. Agar xalab qolsangiz, sizga setpaysam bo'ldi. Qarang, bu shu zerikkandimi-da, anglasangiz, dadingizni ko'rgandekli bo'lib qolsiz deyman. Qani, qo'yib boqing. Qo'yib boqaymi? Ha. Bo'ldi. Mana, mushuningda. Örümceğe çıkan vaktim hazırlıkadaki isimde turuptu. Tirişiptok, uyu tutuptok, balık tutuptok. Hem adın şu salamelek uyum iken. Rast adamın avazı iken. Oy, rast. Neş fırsatısız? Bunu hem de şu dadınızlı işkimizninki şu yakınlık yüz hatırısıdan. Azallam. 500 koyla biriydi. 500 koy? Ha. Öydü o, dadamdan sörtü yaman çıktı. İkileme kulağınızda. Dadamdan avazını anlaş üçün 300 koy verem siz. Oy. Sağ kim bulap kılayım ki? 300 koy berseniz alay, bom istemem bana. Oy. Oturab durun. Bopta. Muşu sizin cemaatınlığa kıygan yaşılığın bop kalsın. Bersem, biri. Ha, ikileme. Oy. Ha, ikileme. Dur. Ha, doğru ki.
Bir asaşkına bak. Kızık. Otur. Manço, 300 koq setib oldim. Qanday naqshlar bor ekan bunda? Ey, buningda naqsh yo'q, dadamning ovozi bor ekan. Dadamning ovozi? Qo'yib beqanlab aqli. Angla, ha? Balıktık. Her nimadın şu salamellik buyumu ki. Voy bu dadamning ovozida aytqandigingiz bu ish deshaklarning ovozi chiqib yuradi buningda. Og'zingni tujma.